Assalamu alaykum Zeybullahım efendim. Qanday ahvalınız? Yaxşı turvatamsiz? Men sizga shunchalik qattiq bir o'kinish, shunchalik bir afsuslanish ichida mush so'zlarni qoldirishga majbur bo'lyapman. Yana shundoqlam. Ey Iset, ey Iset. Allohim shundoq erlarni bir er qilib yoritib qo'yuvchi, bizdek ayollarni er qilib yoritib qo'ysichu deb shunchalik Allohga sig'inib o'zimning pushmonlarimni bildiryapman. Qarang ukam. Uyg'ur qarindoshlar to'pida bo'lgan ba'zi bir munozirlarni bir qarindishimiz avatib qo'ydi-ku, anglab chiqdim. Shunchalik ko'nglim askib ketdi, qarang. Ey ukam, men sizdan so'rab boqay, hozir vatanning nomini datalash qilgan vaqtmi? Ha? Hozir vatanning nomini datalash qilgan vaqtmi ukam? Bir turkum odamlar va qarang. Şinjan deb olsangiz, uningdagi iskopkachiga Sharqiy Turkiston deb olsangizmi, yoki Sharqiy Turkistonni teshqi yozib, iskopkaning ichiga Şinjan deb olsangizmi, yoki ikki yilini tang olsangizmi, yoki naq Sharqiy Turkiston deb olsangizmi, bu tugatmaydi bu gapni. 80-yillarda bir Mo'ng'ul bir maqol yozgan, o'ylanish uchun ilgirlash deb Uyg'urlarning shunday bir chambarning ichida tipirlab qolganligi haqida. Voy jinim qarindishim, voy jinim ukam. Qarang. Mavo ilqi g'ulam yog'ma degan, men jungolik emas bo'lgan ekan, men imzo atmayman debdi. Uning qo'lida qaysi pasportni ko'tarib chet elga panoh tilabdi ukam. Mushuni bir so'rab boqaylik-ku. Ha? Jungo degan pasportni ko'tarib kelib, chet eldan panohlik tilgandi. Kanadaning pasportining ichida bu jungo tug'ilgan degan xat yo'qmi-ekan? Ajoyiblan bir erkishlar ekan juma ukam. Ahlim hayron qopdi. Men jungolik bo'lmagandikin deganligi bilan o jungolik emas bo'lib qolmaydi. Men jungolik emas deyish uchun kurash qilish kerak. Kurashning yo'llari har xil. Siz ming odamni akilib, ming chatallikni. Men jungolik emas deb ming tipirsangiz-mu, hey kalva, ma qo'lingdagi jungoning pasporti tamomdi deydi sizdan. Ikkinchisi Şinjan degan ism ukam. Şinjan degan ismni bizga shu kuchlar qo'ygan, biz e'tirof qilmasakmi, yo'q, men Şinjanlik emas deb tipirlasakmi, bizdan boshqa hammadan, sen Şinjanlik olmay nima, men xaritada bunda deb unda bansang bo'lsa, xaritani o'zgart deydi ukam. Shuning uchun qarang ukam, sizning bu to'r betingizda mushundaq ism haqida bo'layotgan munozirlar asosan to'xtagan bo'lsa, jinim ukam, imzo atmasanglarmi, atmanglar. Bunda yo'qlan munozirlarni qilmanglar. Uyg'ur jamiyati hozir shu erkaklikning, ziyolilikning va odamiylikning eng puchaklashgan bir davri turibdi-ku. Ahlim hayronlanib qopdi. Ey ukam, bu petition-chu qarang, bu imzo etish faoliyati-chu qarang ukam. Bütün dünya jamoatchiligiga chiqarilgan insonparvarlik qutquzish signali bu. Uyg'urlarni xo'sh qilish uchun, Uyg'urlarni cho'q-cho'qizib qo'yish uchun, Uyg'urlarga vataningning ismi Mao deganni deb qo'yish uchun chiqarilgan imzo emas, ammo kallamizni sal silkitaylik. Dunyo nada? Biz Sharqiy Turkiston deb deganimiz bilan, biz jungolik emas deganimiz bilan xalq bizni shuna demdi. Xalqning bizni shundaq deyishi muhim. O'zimizdan emas ukam. Mandaq nima degan qandaq bir erlar bu, qandaq bir erlar. O'zimning Allohning oldida, hey, mushunda erlarni erqib yaratdingmi deb vijdonimga bek Allohning oldida gunohkarim bo'lib ketdim ukam. Bundaq munozirlarni to'xtatgan bo'lsangiz jinim ukam, to'g'ringizdagi imzo atmasanglarmi, atmanglar. Ma Mustafa İslam o'g'lining bir gapini oldim, sen pravin degandan qutulmoqchi bo'lsang, o'zingning ichingdagi pravinlardan qutul deb. Biz bu pravinlarga qarang, vatanimizning ismini qancha to'g'ri deb bersakmi, voy unda qilmabdi, voy unda qilmabdi, taxlabdi, qirqibdi deb dengizga uchib ketgandek, dengizga uchib ketdi ukam. Bo'ldi, aman bo'ling, men shunchalik gapirib qo'yay dedim. Bundan keyingi petitionlardami, yana bu ism masalasida shu
naq aşı sizlar degandek aşı to'g'ringizda munozara bo'layotgandek olsaqmi, bu tugmaydi. Asit Akram degan bola nihoyat yaxshi gapni qilibdi. Yaxshi gapni qilibdi. Ha. Bu men endi qarang, men mushtaq gaplarni men qattiq qilmaydigandim. Menmo bir fidoyi bu petishini qo'llab qo'yayotgan. Ammo men to'g'ri bitingizki, men erkaklarning ma'lumot qilishirayotgan qiliqlari agar vatanim Jungo demaydigan bo'lsam, Abduvali oyib debdi-ku ana. Unda xussang nima bor bu yerda? Ketib shehid bo'l. Ey, shehid bo'lamsanmi? Ey, bir shohid bo'lsimi bo'l. Voy, shundaq Jungoluq men emas, undaq deganlarga men shundayman, qarang, men ikki ko'zim ko'r bo'lib ketsinmi, bo'lib ketsinki, men qalb ko'zim ko'r bo'lmasin, ey. Men qalb ko'zim ko'r bo'lmasin. Men Uyg'urning ma'vo holatini ko'r. Sen vatanning ismiga eslolmay, sen Uyg'urchiliksa so'zlab Uyg'urcha beqirab yurmay, men millatingning ahvolini ko'r. Degim kelyapti, qarang. İki ko'zim ko'r bo'lib ketsinki, aql ko'zim ko'r bo'lmasin deyman, men ashtaq deganlarga. Jinim ukan.